akbar deya rukuga boriladi. Ayollar rukuda ko'p egilmaydilar, gavdalarini biroz bukadilar. Qo'llari va barmoqlarini ham tizzalarining ustida erkin va yengil ushlab turadilar. Tizzalarini esa biroz bukib turadilar. Rukuda turganda 3 marta Subhana robbiyal azim deyiladi. Rukudan turayotganda Sami'allohu liman hamidah deyilib, oyoqqa turilgach Robbana lakal hamd deb aytiladi. Namozdagi barcha rukular shu tarzda bajariladi. Allohu akbar deya sajdaga boriladi. Sajdaga borilarkan oldin tizzalar, keyin qo'llar, undan so'ng esa peshona va burun yerga tekkiziladi. Sajdada bosh ikki qo'lning orasida va to'g'risida bo'ladi.